Kardiologiyadagi muhim tekshiruvlar: kunlik Holter EKG monitoringi va kunlik arterial qon bosimi monitoringi tekshiruvi haqida gaplashamiz. Kunlik EKG Holter monitoringi bizga nima uchun kerak? Bizga ko'p bemorlarimiz murojaat qilishadi. Doktor, yuragim tez-tez bezovta qilib turadi, tez urib ketishlar kuzatiladi. Bir necha marta tekshiruvlardan o'tdim, lekin jo'yali sabab aniqlanmadi deyishadi. Bu holatda biz kunlik Holter monitoringi apparatidan foydalanamiz. Apparat bemorga 24 soat davomida taqib yuboriladi. Bemor o'z doimiy ish faoliyatini davom ettiradi. Apparatimiz esa bemorning yurak ish faoliyatini baholab boradi. 24 soatdan keyin apparat yechib olinib, kompyuterda programma orqali yurak ish faoliyati o'rganiladi. Bu holatda qanaqadir o'zgarishlar, patologik, fiziologik o'zgarishlar bo'lsa, hammasi baholaniladi va bemorga aniq tashxis qo'yishga yordam beriladi. Keyingi tekshiruvimiz bu kunlik qon bosimi, arterial qon bosimi monitoringi apparati hisoblanadi. Bu apparatimiz bizga nima uchun kerak? Bu apparatimiz arterial gipertenziyasi bor bemorlarda dorilar samaradorligini baholash, dorilarni dozalash uchun kerak bo'ladi. Ikkinchidan, yashirin qon bosimi bor bemorlarda va oq holat gipertenziyasi holatlarida aniq diagnoz qo'yish uchun kerak bo'ladi bizga. Bu apparatimiz ham 24 soat davomida bemorga taqib yuboriladi. Apparat kunduz kuni har 20 minutda qon bosimini, kechasi har 1 soatda qon bosimini o'lchaydi va bu tekshiruvlarga asoslanib biz bemorga aniq tashxis qo'yishga erishamiz.